Bu darsimizda massivlar yoki listlar listlar mavzusini ko'rib chiqamiz. Massivlar yoki listlar Java dasturlash tilida qanaqa yoziladi yoki nima degani savolga javob beradigan bo'lsak, bu darsimizgacha misol uchun bir o'zgaruvchida bir dona qiymat tutdik. Misol uchun bir o'zgaruvchini har doim bir dona qiymati bordi bu darsimizgacha. Bu darsimizdan keyin misol uchun bir o'zgaruvchining bir nechta qiymat ham bo'lishi mumkin. Biz bunga listlar yoki massivlar deymiz. Bu shaklda bo'lishiga, misol uchun ular qanday bo'ladi? Misol uchun faqat bir dona string turida ismlar degan bir o'zgaruvchimiz bo'lsin va uni bir nechta qiymat bo'lsin. Misol uchun birinchi qiymati Davronbek, ikkinchi qiymati Alisher, uchinchi qiymati Nodirbek kabi 3 dona qiymati bo'lsin. Lekin uni bir dona o'zgaruvchi bilan tutaylik kabi bir holat bo'lganda biz bunga bu holatda biz massivlardan foydalanamiz. Massivlardan yoki listlardan foydalanamiz Java dasturlash tilida. Massivlar, listlar butun dasturlash tillarida ham mavjud, boshqa dasturlash tillarida ham mavjud. Java dasturlash tilida bir massiv yoki list Java dasturlash tilida massivlar yoki listlar qanday yoziladi? Yozilish shakli shu shaklda. Birinchi misol uchun o'sha bizning listimizning ichida biz list deb davom etaylik. Listimizning ichida misol uchun string turida o'zgarishlar saqlaymizmi yoki int turidanmi yoki char turidanmi? Uni oldindan misol uchun yozib o'tamiz, uni o'zgarish turini yozamiz. Misol uchun faqat ismlarni tutaylik. Ya'ni buning ismlarini yoki bir tekstni o'zgarish turi string edi. Misol uchun o'zgarish string yozamiz. So'ngra shu shaklda burchakli, to'rt burchakli qavs och yop qilamiz. Ikkala usulda berib o'tamiz. Birinchi usul bu. Ya'ni yopamiz bu shaklda, keyin ism beramiz barobar new o'zgarish turi kabi yozib, bu shaklda birinchi tanitish usulini qilishimiz mumkin. Ikkinchi tanitish turi shu shaklda. Bularning barchasini misol uchun kodlar qismida ko'rib chiqaylik. Misol uchun kodlarda ko'rib chiqadigan bo'lsak, massivlarni misol uchun massivlar yoki listlar ko'rib chiqadigan bo'lsak, misol uchun birinchi massivlar. Men aytdimki, massivlar bir xil o'zgarish turiga ega bo'lgan bir nechta o'zgaruvchi qiymatlarni bir dona o'zgaruvchi ichida tutish. Misol uchun ismlar dedik. Misol uchun aytaylik, shu yerda string turida men ismlarni saqlamoqchi bo'lsam, string shu to'rt burchakli qavsni ochdim. Shu yerga ism barobar misol uchun new, bu new operatori, keyin shu yerga misol uchun qarang, string yozdik. O'zgarish turi shu yerda o'zgarish turi. Shu yerdagi o'zgarish turi bilan shu yerdagi o'zgarish turi bir xil bo'lishi kerak. Bu ism berdik biz bu listimizga ichiga. Bu shaklda davom etamiz misol uchun. 10 dona bu yerdagi misol uchun shu son bu ism tagidagi nechta o'zgarishni saqlashimizni aytib o'tamiz. Sonni misol uchun 10 dona o'zgaruvchi bo'ladi. Bu yerda ismlarni saqlaganligimiz uchun 10 dona ism saqlashimiz mumkin. Dona ism saqlay olamiz kabi. Olamiz. Shu yerda misol uchun 11 bo'lganda, misol uchun 11 dona foydalanuvchi ismini saqlashimiz mumkin kabi. Ya'ni bu yerda oldindan nechta o'zgaruvchi turini yoki nomini saqlashimizni shu yerda yozishimiz kerak. Ya'ni turini emas, qiymatini. Bunga qanday ismlarni kiramiz? Ism 2, misol uchun 0. Misol uchun birinchi qiymatimiz Davronbek bo'lsin. Misol uchun ism 2 bo'lsin. Ism 2 ism 3 bo'lsin. Shuni misol uchun 4 dona qilaylik. 11 qilsak o'zgaruvchimiz ko'payib ketyapti. Har biriga bir donadan kirishimga to'g'ri keladi. Shu yerda misol uchun 4 dona qildik. Buni qiymati bo'lsin Mustafo bo'lsin. Uchinchi o'zgaruvchimizning ismi nima bo'lsin? Qiymat ismimiz, uchinchi ismimiz Nodirbek bo'lsin.
Nodirbek. Bu da Islombek bo'lsin. Islombek sifatida yozdik misol uchun. To'g'ridan foydalanuvchining ismini kiritdik bu shaklda va uni ism nomi bilan saqladik. Bu xotiraga boradi. Misol uchun eslasalar bir dona o'zgarishni tanitganimizda xotiraga borib bir dona katakcha olardi va o'shanga qiymatni yozardi. Bu yerda esa misol uchun ism boradi. Shu yerda bir xotiradan 4 dona katak oladi. Shu yerdagi sanoqqa ko'ra va har bir katakka shu yerdagi ismlarni birma-bir joylaydi. Misol uchun listlarda buni ichidagi misol uchun elementlar, shularga biz elementlar deymiz. Davronbek, Musof, Nodirbek, Islombeklarga biz elementlar deymiz va har bir elementning bir indeksi mavjud. Misol uchun indekslarda bular. Misol uchun Davronbekning indeks raqami 0, Mustafoning indeks raqami 1, 2, 3 kabi sanaydi. 0 dan boshlagan holatda sanaydi har doim. Bular buni esdan chiqarmaylik. Bu shaklda, ya'ni bir xil turdagi hammasini turi string. Misol uchun shu yerda misol uchun shuni char qilsak bo'lmasdi. Misol uchun shuni char qilganimizda xato olardik. Chunki nega? Biz bunga dedikki boshida bu list ichida tutiladigan barcha elementlar string turida bo'ladi deb bunda boshida yozib o'tdik. Shuning uchun buni har doim string sifatida berishimiz shart. Keling, bu shaklda o'zgarish turlarini berishimiz mumkin. Keyin misol uchun boshida agar o'zgaruvchi turimiz misol uchun har doim shu yerda 4 dona yozsak, 4 dona o'zgarish turini bu yerda yozishimiz kerakmi degan savol bo'lsa, yozmasak ham bo'ladi. 4-chi indeksdagi qiymatimiz avtomatik 0 sifatida bo'ladi. Bu yerda yozmasak. Istagan joyimizda bu shaklda chaqirib ismini o'zgartirishimiz mumkin. Listdagi elementning qiymatini o'zgartirishimiz mumkin. Keyin boshqa bir o'zgarishni tanitish shakli shu shaklda. Misol uchun string yozamiz. String shu shaklda katak ochamiz. Bu yerga ism beramiz. Misol uchun ism 2 bo'lsin. Teng new shu shakl yoki misol uchun shu shaklda bersak, bu yerda misol uchun qarang. Davronbek qilib chiqamiz. Ikkinchi elementni yozish uchun bu shaklda yozsak, misol uchun bu shaklda yoza olamiz. Ya'ni Davronbek nuqta Mustafa virgul Nodirbek sifatida yozishimiz mumkin. Bu yerda istaganimiz elementlarni yozamiz. Nechta element yozsak, nechta elementga qiymat yozsak, o'shancha elementi bo'ladi. Misol uchun bu yerda 3 dona elementi mavjud. Listi uzunligi 3. Bu yerda length 3 ga teng. Bu yerda keyin indekslarni sanab o'tadigan bo'lsak, Davronbekning indeksi 0, Mustafoning indeksi 1, Nodirbekning indeksi 2 sifatida qabul qilamiz. Bu shaklda tanitish shakli shu shaklda ham tanitsak bo'lardi. Shu yerdagi misol uchun shu katakchani shu yerda yozsak bo'ladi. Bu shaklda. Bu ham bir tanitish usuli sifatida qabul qilinadi. Bularga biz listlar deyiladi. Keyin shunday narsa bor. Bu yerdagi bu ma'lumotlarimizni xotiraga yozdik. Bu shaklda yozishni ko'rib chiqdik deylik. Endi kodimiz ichida bulardan qanday foydalanamiz? Misol uchun kodimizning 15-satrda biz shu ismni ikkinchi indeksdagi qiymatidan foydalanmoqchi bo'lsak, misol uchun biz ismni Nodirbek ismini olmoqchi bo'lsak, qanday chaqiramiz? Chaqirish shu shaklda ism deymiz. Misol uchun 2 yozamiz bu yerga. 2 yozib shu shaklda nuqta virgulni qo'ysak, ya'ni bu nima degani? Ism listidan ikkinchi indeksdagi qiymatini olmoqchiman. Misol uchun buni nimaga ekranga yozmoqchi bo'lsak, sort outprinting index 2 shaklda yozsak, misol uchun boradi, ekranga nima yozadi? Indeks shu ismning ichida ikkinchi indeksdagi ismni yozadi. Ikkinchi indeksda kim turibdi? Nodirbek turibdi va Nodirbek yozadi ekranga. Misol uchun Nodirbekni yoz. Bu shaklda istagan kodimizni istagan joyda bu shaklda chaqirib foydalanishimiz mumkin. Misol uchun ism 2 da ikkinchi yoki ism 2 dagining birinchi indeksda turgan narsani olmoqchi bo'lsak, shu yerga misol uchun ism 2 bo'ladi. Birinchi indeks uchun
Birinchi indeksini olib kelganimizda Mustafoni ekranga yozadi. Nega? Chunki ism 2dagi birinchi indeksda turgan element Mustafa. Misol uchun ekranga Mustafoni yozdik. Bu shaklda chaqirib foydalanishimiz mumkin. Keyin, xo'sh, bu yerda faqatgina string emas, boshqa barcha o'zgarishlar bilan ham bajarishimiz mumkin. Boolean, char falan, bular farqi yo'q o'zgarish turi. Faqat ichiga kiradigan qiymatimizning turi bir xil bo'lsa yetarli. Misol uchun char qilaylik. Hop, bu yerda misol uchun karakterlar dedik va misol uchun bu yerda new char 4 dona elementi bor dedik va bunga har biriga qiymat kiryapmiz. Misol uchun 1 2 1 3 misol uchun 4 ga 4 dona qiymat kirdik. Bunga 5-chi qiymatni kira olmaymiz. Nega? Chunki bu maksimum 4 dona element oladi va uning eng oxirgi indeksi buning ichidagi 3 bo'ladi. Chunki 0 dan boshlab sanalyapti. Kabi. Misol uchun shu yerda agar yo'q indeksini chaqirsak, misol uchun ism 2 ning ichida nechta bor? 3 dona bor. Biz bu yerda 3-chi indeksdagi bir narsani chaqirishga harakat qilganimizda xato olamiz. Nega? Chunki bunda 3 ta bor. Biz 4-chi indeksda 4-chi elementni istayapmiz. Bizda bunday bir element yo'q. Ya'ni bu yerda bir xatoni olishimiz kerak. Misol uchun exception deyapti, index 3 yo'q deyapti. Xatodan sen indeks sonini tashqariga chiqib ketding deyapti. Bunday vaziyatda misol uchun aytaylik, bizim dasturlashimizda kodlarimiz, ya'ni loyiha kodlarimiz juda ham ko'p satrdan iborat va siz borib har bir nima deydi, dizayn yoki listi nechta element borligiga qara olmayapmiz. Qarashda ilojisi yo'q deb tushunaylik. U vaziyatda nima qilamiz? Bizga listi uzunligi kerak. Ya'ni shu yerdagi listi nechta element borligini o'rganishimiz kerak bo'ladi. Bu vaziyatda qanday o'rganamiz? Uning yo'li shu. Misol uchun ismni o'rganmoqchi bo'lsak, ism nuqta qo'yamiz va misol uchun shu yerda buni barcha metodlari keldi. Ya'ni bu ism bilan qila oladigan barcha metodlarimiz keldi. Misol uchun length bor, ya'ni length qilsak, bu listimizda nechta element borligini aytadi. Misol ishga tushirsak, eng oxirgi indeksini chiqaradi. Misol uchun qarang, length 4 dedi. Ismda 4 dona element bor dedi. Misol uchun 4 dona element bor, lekin bizda misol uchun 3 dona bor bu yerda bizga ko'ra. Nega? Chunki biz 4-chi elementni kirmadik, lekin normalda bor. Bu yerda ko'rinmasligi mumkin, lekin sistemda u shu shaklda yozilyapti. U sistemda 0. Misol uchun men 4-chi qatorda ekranga chiqarmoqchi bo'lsam, misol uchun qarang, ekranga ism 2 emasda shu yerdagi misol uchun ism 4 yozsam, shu 3 yozaman. 3 yozganimda 0 chiqishi kerak ekranga. Misol uchun qarang, ekranga 0 chiqdi. Nega? Chunki biz bu yerda qiymat bermaganimiz uchun bu Java bunga avtomatik bir qiymat berdi va u qiymat 0. 0 degani bo'sh degani. Bo'shligini yozgizdik ekranga. Bu shaklda length bilan bir listimiz yo massivimizni uzunligini ko'rishimiz mumkin, ya'ni nechta elementi borligini ko'rishimiz mumkin. Xo'sh, boshqa bir o'zgaruvchi qismimiz, misol uchun ism bir klon bor. Bu klon degani shu ichidagi barcha narsani kopiyalab boshqa bir o'zgaruvchiga tashiydi. Bu klon. Max bor. Eng katta qiymatini olib kelib beradi. Count bor. Distinctlar, filtrlar. Buni kabi juda ko'p metodlar bor. Bularni har bittasini bitta sinab ko'rsalaring bo'ladi. Bu shaklda. Masalan, listga almashtirib, buni arrayga turiga o'tkazish, array daha tushuntirmadim. Kabi. Stringlar ko'p. Ya'ni bu shaklda har bir metodni sinab ko'rishlaring mumkin. Bu bir Java dasturlashtirishda massivlardir. Boshqa massivlar haqida ma'lumotlarim bormi? Ko'raylik. Deyarli. Xo'sh, massiv raqami, tamom, massivlar ko'rsatdik. Misol uchun, avval aytdim, string turida bo'lganda qiymati avtomatik 0 bo'lardi biz bermasak. Agar char turida bo'lsa, misol uchun qiymati bu shaklda bo'lar ekan. Boolean turdagi bir o'zgaruvchida biz agar qiymat bermasak, o'zgaruvchiga elementga ma'lum bir indeksdagi
elementga shu false qiymatini berar ekan. Bu shaklda, misol uchun int float turlaridagiga 0 berar ekan kabi tushunishlari mumkin. Ya'ni bu yerda shu o'zgaruvchimiz ichida bular element. Bu o'zgaruvchimizning ismi, listimizning ismi bu. Bular listimizning elementlari. 0-elementi, 1-elementi, 2-elementi kabi tushunishlari mumkin. Elementlarga, element raqamiga biz indeks deymiz. Misol uchun bu yerda kodni ishga tushirishlari mumkin. Kodlarni olib ishga tushirib sinab ko'rishlari mumkin. Xo'sh. Bu yerlarni boshqa ko'p o'lchamli massivlar. Keyingi video darsimizda ko'p o'lchamli massivlar, ya'ni listlarni ko'rib chiqamiz. Bu darsimizni bu yerda to'xtatamiz. Listlar va massivlar bir bo'yitli, ya'ni bir qadamli listlar va massivlar bu yergacha. Keyingi darsimizda ko'p qatorli massivlarni ko'rib chiqamiz.